otangni emgir, ota mehnatda ulkayibdi. Ota mehnatda ulkayibdi. Bundan 20 yil oldin ul ko'rdim deb xalqqa osh beribman. Undan ko'ra uxlab qolavermabman. Svitoy. Assalomu alaykum. Satim, ham bugun ertaroq kelibsiz uyga? Ko'chada situatsiya shunaqa deyapti. Situatsiyanga, situatsiya. Undan ko'ra bu plastikdan daryo-dora naqd pul qilib kel. Kreditlarimizni to'lashimiz kerak hali. Bo'ldi, hadda cho'g' ko'proqmish qilib. Chach-pachingda og'izib yur. Sho'da nimadir netom o'limda. Alo. Jonim. Ko'rishaveradigan joyi lekin. Endi bitta joydan kelib qoldi-da. Jonim, anomali buni qo'ying. Undan ko'ra 2 xonali uy olib bering menga. Ikkalamiz yolg'iz maza qilishimiz. Siz uchun men dunyolarni ost-ustun qilaman. Raktaka tumtum, rakataka tumtum degan joyda ulim, dunyoni ost-ustun qilguncha uydagi o'tinlarni toshib. Ha qizim, uy kerak bo'lib qoldimi? Ha? Lumingni qara o'zi bir-birdan tepasida kirayotganlar bilan turibdi-yu. Ha? Otangni puliga kayf qilib o'rgatib qolma, ber baqa. Baqa ber. Ya meni tanlaysan bugundan boshlab. Ya mana shu o'rdaklovni tanlaysan. O'rdaklov? Ajab sirlar. Tushundim ulim. Tushundim, men ul tarbiya qilmabman. Otalar bor, otalarning naqshidir. Otalar bor, o'rdaklovdan yaxshidir. Qaninglar xonim. Payzar akalangni ersin, xavf-xatarlardan ehtiyot o'nglar. Kema ulim, kutmadim. Umuman kutmadim, kema. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao,